Menda mavsumiy allergiya bor. Bug'doy gulidan. Ayniqsa ko'zim qichishadi, burun bitadi, aksa urib qiynaydi. Nima maslahat berasiz? Bu holat mavsumiy allergiya, rinit konjunktivit bilan ifodalangan polinoz, ya'ni ko'zda burunda mavsumiy allergiyasi deyiladi. Bunga sabab bo'luvchi holat bug'doy guli vaqtidagi 1 yillik o'simliklarda guliga nisbatan organizmda yuzaga keladigan allergiya. Davolash uchun nima qilish kerak? Kasallik avj olgan vaqtda burunga sepiladigan mometazon, flutikazon tarkibli spreylar allergiya simptomlarini yaxshi yo'qolishiga sabab bo'ladi. Do'stlar, layk va podpiska bo'lishni unutmang. Allergiya qaytarilmasligi uchun nima qilish kerak? Kuz-qish mavsumida teriga prik test ko'rinishidagi testlar qo'yish orqali nima allergiya beryapti turganini aniqlab, xuddi shu allergenga qarshi allergen spesifik immun terapiya, ya'ni vaksinatsiya o'tkazish kerak. Tarkibida shakari yoki sun'iy mahsuloti bor mahsulotlarni doim aytib o'tyapmiz, yana qaytaraman, iste'mol qilish mumkin emas. Chunki allergiya simptomlari belgilarini kuchaytiradi. Sizda qo'shimcha vazn bo'lsa, qo'shimcha vazni tashlash tavsiya qilinadi. Bu ham allergiya simptomlarini yengillashishiga, yo'qolishiga yaxshi samara beradi. Erta bahorda quyoshda ko'proq bo'ling. Erta bahorda quyoshda oz-ozdan moslashgan holatda zagara olish, ya'ni qorayish shu yilgi mavsumiy allergiyani yengil o'tishiga yoki butunlay yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Vitamin D preparatlari ham shular jumlasidandir. Vitamin D preparatlarini ko'proq iching.